o'rnatib berdik. Pastlarına limon svet, podsvetchalar qo'yib berganmiz. Ko'rsangizlar bo'ladi. Kuxnyamiz mokriy matviy ranglarda ishlandi. Stollar oq, rossiyskiy, bular ham matviy stollardan bo'ldi. Qalin 4 santilik. Bu yerda ko'p funksiyali mo'ljallar qo'yib berganmiz. Podsvetchalar qo'yib berganmiz bu yerda. Shu yoqdan sensorli tulchatorlar bilan. Ko'p funksiyali mo'lkada o'zining taxtachasi bo'ladi. O'qiymiz. Bezruchka variantda ishlandi. Ko'pchilik obunachilarimiz so'raydi, bezruchka variantda nechik bo'ladi deb. Bezruchka variantda o'zi aslida ikki xil yechim bor. Masalan, push variant bor, lekin biz push variantni maslahat bermaymiz, chunki boshqa vaqtimizda shu yerda dog' qoladi. Har safar shirqildab buzilish ehtimoli mexanizm bo'lgani uchun buzilish ehtimoli katta bo'ladi. Bize maslahat berata olamiz. Pastga umuman maslahat bermaymiz pushni, chunki siz yonidan kelib ishlagan vaqtingizda oyog'ingiz deyib ketadi, постоянно. Ochilib ketib asangiz buziladi. Biz gola profil qo'yamiz bu yerlarni. Shu damir profil bo'ladi. Eshikni ochish uchun sizlarga joy ajratib beradi. Natib ochib beradi eshiklarni. Tortmalardan shunday. Burada merdivende kaşıkadollar var. Bonusuna pastdagi tortmalardan tengda ochiq bo'ladi. Bizlar tortmalar tandem mexanizm bo'ladi. 50-60 kilogacha bemalol yuklaringizni qo'yib qo'yasizlar. Humat firmasini tandem mexanizmlari